Issiq kunlarda noto'g'ri ichki kiyim kiyish salomatlik uchun yashirin xavf. Yoz oylarida juda ko'p odamlar ichki kiyimini noto'g'ri tanlaydi. Siz ham ularning safidasizmi? Noto'g'ri ichki kiyim tanlash quyidagilarga olib keladi. Teri tirnashishi, zamburug' va bakteriyalar paydo bo'lishiga, noqulay hidlarga, haddan tashqari terlash va noqulaylik. Erkaklar uchun tavsiyalar. Paxtadan tikilgan havo o'tkazuvchi ichki kiyimlarni tanlang. Juda tor va sintetik materiallardan tayyorlangan kiyimlardan saqlaning. Har kuni toza ichki kiyim kiying. Ayollar uchun tavsiyalar. Nafas oladigan paxtali ichki kiyimlarni afzal biling. Dantel va sintetik ichki kiyimlarni faqat qisqa vaqtga, maxsus holatlarda tanlang. Juda tor ichki kiyimlar salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Ichki kiyim ko'rinmaydigan gigiyena vositasi. Ayniqsa, issiq kunlarda u salomatligingiz asosi bo'lib xizmat qiladi. Jazirama kunlarda gigiyena va salomatlikni saqlash maqsadida kuniga kamida 1-2 mahal cho'milish tavsiya etiladi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.